Darhaqiqat qalblar Allohning zikri bilan orom topadi. Bu inkor qilib bo'lmas haqiqatdir. Sen Allohning zikridan boshqa narsa bilan baxtli bo'la olmaysan. Va kim mening zikrimdan yuz o'girsa, albatta unga og'ir hayotni ro'baro qilamiz. Shuning uchun Allohni yaxshiroq taniganingda, o'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga qasam. Agar sen faqatgina mendan ko'proq Allohni tanigan insondan tashqari dunyoda mendan-da baxtliroq inson yo'q demasang, sening iymoningda muammolar bor. Sen kim bilansan? Yaratguvchi bilan, qudratli zot bilan, ehtiyojsiz zot bilan, eng go'zal zot bilan. Shuning uchun agar sultonlar bizdagi iymonning rohatini bilishganda edi, uni egallash uchun qilichlar bilan bizga qarshi jang qilishar edi. Mo'minlarning qalbida shunday bir xotirjamlik borki, Allohga qasam, agar uni davlatlarga tarqatsak, hammaga yetgan bo'lar edi. Mo'minda sakinat va Allohga ishonch bor.